Free audio post-production by alphonic.com. Assalomu alaykum hammaga. O'sha hammaga mashhur bo'lgan Bank Manipulation'dagi F FU candle, Strong Full candle. Bu aynan qaysi deydigan bo'lsangiz, men bu candle haqida gapirib bermoqchiman. Bu narsani hamma juda yaxshi biladi, lekin asl negizi bu nimaga xos bo'lishi, aynan nimaga bundan keyin men bu Wik'dan keyin qanaqadir entry qidirishimiz kerakligini tushunishmaydi. Ya'ni to'g'ri, bu yoqdan buy ketish kerakligini qanaqadir ma'noda buy kutishadi, lekin nimaga aynan shu joy? Nimaga bu yoqda emas, bu yoqda emas? Nimaga? degan savolga men sizlarga oddiyroq javob bermoqchiman. Qaranglar, mana bu Strong Full candle. Strong Full candle H1 da bu. Qaranglar, bu yoqdan qanaqadir zona olasizda. Strong Full bo'lish uchun nima qilish kerak edi? O'zidan oldingina likvidini yechish kerak edi va keyingisini ham tana bilan yopib yuborish kerak edi. Bu buy switch, sell switch farqi yo'q. Biz mana bunga ahamiyat beraylik. Mana bu qizilga. Okay? Mana shu narsaga ahamiyat beraylik. Biz yana shunga o'xshash yana bitta joydan topib olishimiz kerak hozir. Hop, mana ekan. Qaranglar, bu ham xuddi shu holat bo'lgan. Shunga ahamiyat beraylik. Va biz mana bunga true stop loss deyilarimdi. Shunga o'xshash. Xullas, bitta narsani hech kim tushuntirmagan. Full candle ham, shu full candle ham eng pastki yoki eng tepadagi full candle oxirgi wick ham likvid. Buni ko'pchilik aytmaydi yoki o'zlari bilishmaydi. True stop loss deyishadi, to'g'ri, lekin bilmadim, xullas hamma har xil tushunmagan bu narsani. Olib o'taman. Biz nima demoqchiligimni tushuntirib beraman sizga. Qaranglar. Bu yoqda mana bu diapazondagi range, mana buni biz likvidini oldida, keyin buyga razворот qildi. Okay? Yana sizga hozir aniqroq ochib tashlamoqchiman. Qaranglar. Bu yoqda ana chiqdi-da. Esnarchilar nimadir eslatmayaptimi? QM modellarini. Qarang. Xo'sh. Full candle nima ekan endi? Qaranglar. Full candle bu H1 dagi full candle M3, M5 dagi markaz struktura. Mana qaranglar, buni oldi, likvid yig'ildi, razворот qildi. O'sha ehtimol yuqori chiqishiga. Bu yoq o'sha wickga to'g'ri keladi. Bo'ldi. Bu yoqda hech qanaqa boshqa sir yo'q. Ya'ni full candle vo deyish shart emas. Bu yoqda likvid yig'ildi, razворот qildi. Bo'ldi. Bu yoqda wick bor, qanaqadir poyez zona bor. Olsa bo'ladi. Bu yoqda qanaqadir razvorotidan, candle berishidan olsa bo'ladi. Ya'ni full candle nima ekan o'zi? Bu kuch-da bu. Bu ochiq aytsak, kuch. Yana sizlarga oddiyroq tushuntirib beraman hozir. Bu nima? Bu nima degani o'zi? Qaranglar. Men buni yangiladimi? O'zidan oldingi order flow. Endi kichkina time frame da order flow bo'ladi bu. O'zidan oldingi shamni yangiladimi? Yashil bo'lib yopildimi? Tushuninglar, hozir buychilar kuchli, ya'ni buyerlar kuchli. Sotib oluvchilar kuchli hozir. Shu bu yoqqa tushgan bilan baribir orderlarni himoya qilish ehtimoli yuqori. Chiqib ketadi deb tasavvur qila olamiz. Ya'ni shunaqa kutishimiz mumkin. Sellda ham xuddi shu ssenariy. Shuni tushuninglar. Misol uchun M1 da full bo'ladigan bo'lsa, sekundlilarda qanaqadir markaz struktura aslida. Shuni tushuning. Shuni tushunganingizdan keyin ancha bozorga qarashingiz yoki qanaqadir manipulятsion kurslar haqida chalib qolmaysiz xullas. Shunaqa gaplar. Umuman olganda, ahamiyat berishingiz uchun men bu joy ham full. Yoki mana bu yoqda likvid yig'ildi, bu yoqda razворот bo'ldi. Bu qanaqa full? Qanaqa ko'ryapsan deyishingiz uchun, mana bu yoq qizil switch to'g'ri keladi aslida. Bu yoq bizda yashilga mana bunaqa to'g'ri keladi. Bizda wick mana bunaqa bo'ladi. Mana.
Qaysidir time frame'da bu M5 bo'lsa, может H1dadir. Может 56 minutlikdadir. Qaysidir bitta time frame'da baribirga ham bu FU candle bo'ladi. Ya'ni FU candle nima ekan? Kichkina time frame'dagi marka struktura. Shuni tushuning. Xullas, bozorga qarashingiz ancha o'zgaradi. Ya'ni qaysi taraf kuchliligini bilib olingda. Unga qarab enter qilishingiz mumkin. Free audio post production by alphonic.com.